Assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar. Akbarobod mobil ilovasini o'rnatishda tushuntirib o'tamiz. Eng avvalo Play Marketga kirib olamiz va qidiruv bo'limidan Akbarobod taksi deya lotin harflari bilan qidiramiz va qidiruv tugmasini bosamiz. Quyidagi dasturlar orasidan Akbarobod taksini o'rnatamiz. Dastur rivojlanishi uchun biroz pastida baholash bo'limidan barcha yulduzchalarni belgilaymiz va kommentariyaga yaxshi omad so'zini qoldiramiz. Dastur telefoningizga o'rnadi va открыть bo'limidan bu yerdan joylashuvingizga ruxsat berasiz va o'zingiz ishlatadigan mobil telefon raqamingizni kiritasiz. Bu albatta siz bilan bog'lanish uchun va kod keladi. SMS kodni mana shu yerga joylaysiz va ushbu oyna ochiladi. Biroz kutganingizdan so'ng esa dastur sizni qayerga buyurtma berishingizni aniqlaydi. Ushbu oynada esa menyular bilan tanishishingiz mumkin. Dastlab sizni qaysi raqamdan ilovadan ro'yxatga o'tganingiz, bonus miqdoringiz, operatorga qo'ng'iroq, video qo'llanma, Telegram va Instagram orqali kuzatib borish va dasturdan chiqish va asosiy oynadan o'zingizga ma'qul kelgan tariflarni tanlash va xarita orqali qayerga borishingizni ko'rsatishingiz va ko'rsatmasligingiz ham mumkin. Undan keyin esa o'zingizga ma'qul kelgan tarifni tanlab buyurtma berish tugmasini bosing. Buyurtma berganingizdan so'ng sizda mavjud bonusingizdan foydalanasizmi degan havola ochiladi. Agar mana shu buyurtmangizda bonusdan foydalanishni istasangiz ha, keyinroq foydalanishni istasangiz yo'q tugmachasini bosishingiz mumkin va sizga yaqin turgan mashina tez orada bog'lanadi. Bu yerda shofyor haqida ma'lumotni, rasmi va telefon raqamini ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.